Assalomu alaykum hurmatli izləyicilər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının Xalqaro Uyğur Sud kollegiyasiga bag'ishlangan maxsus programmamizga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 6-oyning 9-kuni chorshanba. Hammanglarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'rurmanlar, tövəndə diqqətinizlər bugünkü proqramımızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının təşəbbüsü və ərzi bilan ötən il 9-cı ayda qurulğan Xalqaro Uyghur Sud kollegiyasının tuncu sotuның 6-cı ayının 4-cü günüdən 7-cü günügəcə Londonda intayın yuqarı səviyyədə muvaffəqiyyətli halda ötküzülüşü bir tərəfdən çət əldə yaşayotqan Şərq Türkistanlıq qarindaşlarımızdan alohida məmnun qısa, yəni bir tərəfdən bu növbətlik sotunu tosuş və onunğa buzğunçılıq qilish üçün qınmağan rəzillikə qanmağan müstəbid Xitoy hakimiyyətini qattiq alaqsada qıldı. Bo'libmi 2018-yili Sharq Turkistonda saqchi bo'lib ishlagan va hozir Germaniyada siyosiy panohlik tilab turayotgan Wang familiyali Xitoyning sotda bergan guvohligi o'zining Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini oqlash uchun ishki tashqi jihatda jiddiy harakat elib berayotgan Xitoy hokimiyatini qattiq sarosimaga solgan nuqtalarning biri edi. Gerçi Xitoy eg'izida Uyg'ur sotini e'tirof qilmaydiganligini va uningga pisat qilib qo'ymaydiganligini ta'kidlasimi, ammo Londonda Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji soti boshlangan 6-oyning 4-kunidan buyon har kuni degidek bu maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib kelgan Xitoy hokimiyati 6-oyning 8-kuni o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida yana asosliq tig' uchini Xalqaro Uyg'ur sotining raisi Jeffrey Nice apandimga, mazkur sotning tashabbuskori va bosh arzdori Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimga va bu navbatlik sotda jasurlik bilan guvohlik bergan butun shohidlarga qaratdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida xalqaro qonun tartiblar bilan yuqori saviyada ichilgan Uyg'ur sotini hech qanday qonuniy asosga tayanmagan qonunsiz sot, Jongoga qarshi dushmanlarning va Dünya Uyg'ur Qurultayining siyosiy o'yini deb bildirlash bilan birga Uyg'ur soti haqidagi ko'rinishlarni ekranda ko'rsatib turib Uyg'ur sotining raisi Jeffrey Nice apandimni Angliyaning uzun yillik josusi Dolqun Aysa apandimni bo'lsa Jongo tarafidan terrorist deb bekitilgan bo'lgunchi unsur. Uning atalmish sotda deganlari butunlay yolg'on deb chalvoqidi. U yana lager shohidi Sayragul Savutbay xonimni ekranda ko'rsatib uni yolg'onchilik bilan aybladi. Uyg'ur sotining boshlanish harpisida Xitoy hukumati bu navbatlik sotda guvohlik berishga hozirlanayotgan lager shohidlarga qaratgan psixologiyalik hujumlarni alohida kuchaytgan. Xitoyning bexatarlik organlari lager shohidi Sayragul Savutbay xonimga bevosita telefon qilib tahdid solgan. Lager shohidi Qalbinur Sidiq xonimning vatanda ajrashib ketgan erini ekranda so'zlatish orqali bu navbatlik sotda birinchi bo'lib guvohlik berishga hozirlanayotgan Qalbinur Sidiq xonimning kayfiyatini buzishga uringan edi. Bugun mustabid Xitoy hokimiyati yana bu navbatlik sotda guvohlik bergan shohidlarning hammasining digidek vatandagi urug' tuqqan va tonish bilishlarini majburiy ekranga chiqarib, bir-birlab so'zlatish orqali shohidlarning bergan guvohliklarini butunlay yolg'onga chiqarishga urindi. Atki programmamizda bu vaqtda tafsili to'xtalamiz. 托尔逊纳伊自由登的弟弟帕兹里自由登，托尔逊纳伊自由登的邻居塔吉古利阿布拉江，夏姆希努尔乌弗尔的妹妹迈尔哈巴阿卜杜乌普尔，早木热达乌提的五哥阿卜杜黑利达乌提，乌鲁木齐市妇幼保健院医生王娟。 米日古里托尔逊的弟弟埃克拜尔托尔逊，麦赫穆提泰外库里的妻子艾比拜木伊米提，请他们呢就有关问题呢回答大家提问。另外呢，我们也很高兴的邀请到了部分外媒驻京的记者朋友。 Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bugun bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida bu Xitoy hukumatining qanchalik pastkash va naqadar razil bir hukumat ekanligini yana bir qaytim namoyon qiladi. Ular bu orqali faqat o'zlarini sharmanda qiladi deb ko'rsatdi va mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil qilmishlarining guvohchilarning irodasini aslo sundirolmaydiganligini va bu yil 9-oyning 10-kuni chaqiriladigan ikkinchi navbatlik sotning texmi ko'p shohidlarning qatnashida muvaffaqiyatli holda o'tkazilishiga ishosh bilan qaraydiganligini ifoda qildi. Dünya Uyg'ur Qurultayı Mərkəzi İşxanasının istansimizga bildirişçi bu növbətlik sud hər qaysı əllədə yaşayotgan köplügən qarindaşlarımızga zor dərəcədə ilham və ümid bəxş etken bo'lib, hozirdan boshlab nurg'ulg'an Sharq Turkistonlik qarindaşlarımız bəs-bəsdə Qurultayga murojaat qilib, o'zlarining bu yil 9-oyning 10-kuni chaqiriladigan ikkinchi növbətlik sudda guvohlik berishni orzu qiladiganliklarini bildirishgan.
Chet ellardagi nopuzluq axborot vositalarida bu qitimqi Londonda chaqirilgan Uyg'ur soti haqida g'ulg'ula va inkoslar uzluksiz davom qilmoqda. Xalqaro huquqchilar va kishilik huquq tashkilotlarimi bu navbatlik sotning butunlay xalqaro qonuniy tartiblarga mos holda o'tkazilganligini va shohidlarning tamoman qonuniy asosga va dalil isbotlarga tayangan holda guvohlik berganligini bayon qilishmoqda. Albatta bu qitim Londonda chaqirilgan Uyg'ur sotining muvaffaqiyatli holda o'tkazilishi muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni alohida mamnun qildi va cheksiz g'ururlantirdi. Bu munosabat bilan bugun istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining bosh maslahatchisi, Qozog'istondagi elga to'nilgan jamoat arbobimiz va peshqadam kurashchimiz Qahramon G'o'janbarda apandim o'zining yurak so'zlarini tovandikicha bayon qildi. Aziz qarindoshlar, mana Londonda 4-iyundan 7-iyunga 4 kun cho'ng Uyg'ur kollegiya soti o'tdi. Bu xalqaro sot tarixiy ahamiyatga ega. Chunki birinchidan bu sot dunyoga tanilgan atoqli adliyatshunos, advokat Jeffrey Mayes tarafdan qurilgan betaraf xalqaro sot. Mushu sot 4 gün jarayonida lager shahidlarining, bizning milliy qahramonlarimizning va boshqa shahidlarning duolarini anlab, savollarini qo'yib, butkul dunyoga Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini tadqiq qilib tanıştırıvatıdı. Şundaqla bu sot, adliyaviy sot Uyg'ur milliy azadlık tarixida, milliy azadlık kurash tarixida tunji qitim bo'layotgan sot tarixda qoladi. Shundaqla bu sot jarayonida bizning qahramon lager shahidlarining Xitoyning shu lagerlardagi inson qalbidan chiqqan qiynash, zo'rlash siyosatlarini poklik, dalil isbotlar bilan fosh qilishi va xalqaro tanilgan mutaxassislarning Andrian Zens, Sean Roberts qator olimlarning Xitoyning besim siyosat haqidagi o'zlarining ilmiy dokladlari sotning intayin xalqaro prinsip norma doirasidan o'tishi nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Men shundaqla mush fursatdan foydalanib, birinchi bizning milliy qahramon guvoh lager shahidlari va barliq guvohlik berganlarga chin qalbimdan minnatdorlik bildirib rahmat aytaman. Va shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, uning muavvinlari ve kurultay bilan hamkorlashayotgan Uyg'ur tashkilotlari barliq mushu kurultay bilan hamkorlashib mushu sotga kuch chiqarganlarning hammasiga minnatdorlik bildiraman. Bu sot yana shuni ko'rsatdiki, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Dolqin Aysa boshliq xalqarada bir davlatning hukumati o'tkazadigan chora tadbirlarni o'tkazadigan bir iqtidori bor tashkilot ekanligini, istiqbolga ishlaydiganligini, mushu sotning sentyabrdagi va uningdagi o'tirishida olingan qarorning cho'qim irqiy qirg'inchilik va jinoyat qarshi jinoyat deb insoniyat qarshi jinoyat deb qaror olganligi ishonchim komil. Shunday qilib bu sot tarixiy ahamiyatga ega ve Uyghur milliy azadlık hareketiga, yani vatan davosiga foydasi bor, ta'siri bor. Bundan keyin xalqarada mushu sotga qarab, mushuning qaroridan ulgu elib, davlatlar mushunday qarorlarni oldi va Xitoy besim embargo ishlatdi. Undan boshqa mushu sot jarayonida Angliyaning dunyoga tanilgan axborot organi BBC qatorliqlar shu sotdagi butkul dalil isbotlarni, ya'ni Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini butkul dunyoga tarqatdi. Shu orqali buni Uyg'ur masalasining
haqiqiy mohiyatini, uni qanday tushunishga kerakligini isbotladi. Buning yaxshi foydasi bor. Xitoyning Abdi Bashiri haqiqiy uning butkul dunyoga sevayotgan tahdid fosh bo'ldi. Ikkinchi tarafdan Uyg'ur masalasi dunyoga tanildi va kelgusida yeni davlatlar Xitoyga qarshi qaror oldi, besim ishlatdi. Hammalarni yana bir qatam Uyg'ur kollegiya sotining tunji sotining g'alabiyatlik o'tishi bilan tabriklayman. Rahmat. Tabriklaymiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda o'tkazilgan tunji sotiga bevosita qatnashgan guvohchilar o'zlari turishliq davlatlarga bexatar holda qaytib keldi. Ular sud uchun Londonda turayotgan mezgilda Angliya bexatarlik organlari va sud xodimlari ularga qaratgan amonlik tadbirlarini alohida kuchaytgan va ularning qo'nalg'u yerlarining adresimi alohida maxfiy tutilgan edi. Bu qitimqi sudga Gollandiyadan bevosita kelib qatnashgan lager shoirlaridan Ömer Bakali apandim bilan Qalbinur Sidiq xonim 8-iyun kuni Londondan Gollandiyaga kelibla ijtimoiy taratqularda qilgan so'zlarida o'zlarining bu navbatlik sudga bo'lgan ta'sirotlarini va yurak so'zlarini ifoda qilib bundoq deyishdi. Assalomu alaykum. Sharqchilik barliq qarindoshlarim. Biz Dunyo Uyg'ur qurultoyining o'rnattirishi bilan xalq sud mahkamasiniki Uyg'ur qirg'inchilik masalasi bo'yicha ishlangan sudga qatnashib, mana hozir elimizniki mehribonlikdan olishga kutilishi, hamda istiqomat yeyish bilan mana o'tirimiz bu yerda. Biz bu butun xususan Uyg'ur va Qozoq qarindoshlarimizga ma'naviy va moddiy yordamini ayirib qarab olmaydi. Hammalarımızın rahmetimizi aytamiz. Bu bizning bir kichik majburiyatimiz. Biz bu xalqimizni qutuldirish yo'lida haqqandoq badal to'lashga har qachon tayyor. Ko'pchilikka rahmat. Assalomu alaykum, muhojirlik qarindoshlar. Biz oldindan shu Dunyo Uyg'ur qurultoyiniki o'rlashtirishi bilan raisimiz Dolqin Aysoninki ko'p kuch chiqishi bilan Angliyadagi London Uyg'ur sud akademiyasiga qatnashib, bu yerdagi guvohliklarimizni natijali yaxshi tugatib, sog'-salomat kechaman qaytib keldik. Hozir Gollandiya Amsterdamda an'anamizda o'tiribmiz. Oldindan Dunyo Uyg'ur qurultoyiga va shu joyda butun kuchi bilan kecha-kunduz damolmay xizmat qilgan bizning raisimiz Dolqin Aysoga, Farhod Yo'ruqash akamizga, Norvegiyadagi Baxtiyor Umar inimizga, Muattar qizimizga, anandagi Angliyadagi Rahimaga, Zubayra xonimga tarjimonlik qilayotgan, ham shu joydagi xolisona bizning bexatarligimiz uchun bizni har qanday qilib olib kelishda xizmat ko'rsatgan Nag'mat Kamga, Anvar To'xtapandimga, Aziz Aysa Alkinga, anandagi shu joydagi qolgan barliq qarindoshlarga, bizni kutib olgan, bizning oldimizdan xabar olayotgan, shu yerdagi Atlas restoranini ochgan qarindoshlarimizga, ham shu joydagi Uyg'ur jamiyatining raisi Kerem Ajim, ayoli va boshqa qarindoshlarımızga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Allah sizlardan razı olsun. Biz sog'-salomat kechaman qaytib keldik. Ko'p rahmat sizlarga. Hurmatli ko'rinmanlar. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sotining xalqaroliq qonuniy tartiblarga mos holda Londonda muvaffaqiyatli o'tkazilishi chet ellardagi Uyg'ur tadqiqotchi va akademisiyanlarimizning yuqori bahosiga erishdi. Istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultoyining muavin raisi, Türkiye'deki stratejiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandim o'zining bu navbatlik Uyg'ur sudi haqidagi qarashlarini bayon qilib mundoq dedi. Bu bizning milliy taqdirimizni o'zgartiradigan bu tarixiy bir taraqqiyot bo'ldi. Bu hodisa shundaqla chet eldagi da'voninki yomon muhim bir qadami bo'lgan bo'ldi. Bunun bilan birlikda bundan keyin bizning mamlakatda Xitoyning yurgizayotgan siyosatini zulm siyosati deb keldik. Hozir hamda irqiy qirg'inchilik deyiladigan bir holga kelgan bo'ldik. Bundan boshqa xalqaroda bu zulmni irqiy qirg'inchilik deb tonigandan keyin xalqaroda siyosatchilarmi bu gapni rahat deyiladigan bir holga keldi hamda. Bunun bilan birlikda hamda Turkiston masalasi haqida mayli Uyg'ur masalasi bo'lsin va qolgan Qozoq masalalar bo'lsin, buning tadqiqotlari, ilmiy tadqiqotlari bundan keyin cho'nqurlashib va kengayib tadqiqotlarni ilib bordi. Bu bir da'voga chiq foydasi bo'la oladi. Bundan boshqa shartlar tayyor bo'lgan chog'da Xitoy hokimiyatining amaldorlarini mush xalqaro sudlarda sudlaydigan
bazı yollarını aşkan buludu. Bundan başka bu sotnunki neticesi kurultaynınki strateji planının kinki kademininki esasını kurup çıkan buludu. Bir adıma yani bu kahraman şahitlerge rahmet etiş lazım. Bu faaliyetke maddi manevi yardım kılgan, destek kılgan teşkilatlar ve şahslarge köp rahmet etiş lazım. Bu tutukluk, yalğızlık kurultaynımız bütün şu davaga köngül bölgenlerinin hemmisininki uttuğu dep kösek bulduğu dep oylayman. Hörmekli üzr köýçüler. Yuqorda istansimizden Xalqara Uyghur Sot Kollegiyasiga begişliğen maxsus programmasını diqqatingizga sunduk. Yoqtirib köýgüningizga rahmat. Keyin qatamlıq programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.